O'zingiz uchun hayotingizda kerak bo'ladigan narsa deb o'ylayman. Ilon sudralib ketayotgan vaqtida bitta temir shunaqangi o'tkir bir arraga urilib ketibdi. Ilon o'ylabdiki, bu arra menga hujum qilyapti deb. Ilon jahl bilan, zarb bilan haligi jim turgan yotgan arrani chaqishga harakat qilibdi. Arrani o'tkir tishlariga ilonni tishi og'zi urilib, ilonni og'zi qon bo'libdi. Ilon battar jahli chiqib, ani o'tkir arrani u yog'idan o'tib chaqib ko'ribdi, bu yog'idan o'tib chaqib ko'ribdi. Har gal chaqqanda ilonni og'zi yirtilib, tishlari sinib, qora qonga bulg'anibdi. Boshida jimgina sudralib ketayotgan ilon ozgina vaqt o'tgach, og'zi burni qon, tishlari qonagan. Ilon o'zini haqoratlangandek, kamsitilgandek his qilibdi. Keyin chaqish foyda bermaganini ko'rib, endi uni o'sha jim turgan bitta joydagi arrani o'ziga dushman deb bilib, uni bo'g'ib o'ldirmoqchi bo'libdi. Aylanibdi arrani o'rab olib, qattiq kuch bilan arrani bo'g'gan ekan. Ilon o'sha joylaridan bo'linib, o'sha joyda halok bo'libdi. Arra yana o'sha jim turgancha qovuribdi. Hayotda ham shunaqa narsa. Bir xil joyli bo'lib qoladiki, o'sha narsalarga ahamiyat berish kerak emas. Ba'zi bir gaplar bo'lib qoladiki, o'sha gaplarga ahamiyat berish shart emas. O'sha ilon ham o'zini yo'lida tinchgina ketayotdi, turtildi, qarasa arra. Arra bilan tenglashaman deb oxiri ilon halok bo'ldi. Bizda ham ba'zi bir gaplar bo'lib qoladi, qanaqadir kichkina narsalarga, bo'lar bo'lmas odamlarga ahamiyat berib, qimmatli vaqtimizni, asabimizni ketkizib, ikki o'rtada o'zimizni jarohatlanganimiz qoladi. Keyin yana bir o'zim bilan bo'lgan voqea. Bir kun ishdan chiqib uyga qaytayotganimda bitta odam bilan sal tortishib qoldim. O'tda men o'zimni haqligimni 100% isbotlab turibman. U meni haqligimni bilib turib ham boshqa narsalarni gapirib, umuman teskari narsalarni gapirib, xullas asabim bizdi. Ozgina jahlim chiqdi, asabim buzilib, u bilan ozgina urushganimdan keyin o'sha uyga qaytishda davom etayotganimda yo'limdan katta it chiqdi. Katta kuchu. Bu bo'lgan voqea, realniy mana hayotimda. O'zi asabim buzilib, jahlim chiqib ketdi. Endi o'tda o'zimga o'zim gapirib ketdim-da, men 100% haqman, noto'g'ri gap gapirganim yo'q. Nimaga bu odam bunaqa qilyapti? Boshqa deb o'zimni xayolim bilan ketdim. Yo'limdan shunaqa katta it chiqdi. Tishlaydigan it bilinib turibdi, katta it. Vovullab yechilib ketgan, bo'ynida o'sha tasmasi ham turibdi, zanjirini uzib chiqib ketganmi. Endi it uzoqroq masofada edi mendan. Men avtomatik nima ish qildim? It bu ko'chada bo'lsa, men narigi ko'chaga burildim, chunki ikkita ko'cha ham meni manzilimga, boradigan joyimga olib boradi. Ikkinchi ko'cha faqat sal aylanibroq boraman. Lekin o'zimni shu yo'limda boraman. Avtomatik men u it turgan ko'chaga kirmadim-da,
o'sha chap tomonga burilib, boshqa yo'limda davom etib ketdim. Uyga kelganimdan keyin shu narsa menga katta ta'sir qilganiki, nimaga dedim, itni ko'rib, o'sha tishlashini bilib, menga zarar yetkazishini bilib, keyin it bilan tenglashib o'tirishni o'zi foydasizligini, o'zi ahmoqligini bilib, chapga burilib ketdim-ku men hozir. Yo it meni kelib tishlasa, men ham kuchuvni tishlashim, itni tishlashim kerak emas-ku. degan, endi bu hayotda o'zi har bitta voqealarni o'zingizdan o'tayotgan voqealarni sarhisob qilib o'ylaydigan bo'lsangiz, ma'no izlaganga ma'no bu dunyo deydi-yu, mana o'zi menga Xudoning o'zi keltirib qo'ydi-da. Undan oldin sal oldin bittasi bilan o'sha urishib asabim buzildi. Men aytdim, shu itga ham ahamiyat bermadim. O'zimni yo'limdan burilib o'tib ketdim. Hech narsa o'zgargani yo'q. Ani kuchu it meni qo'rqitdim, yo'q qo'rqdi deb o'ylagan bo'lsa ham, itni o'ylagani hech kimga qiziq emas. Men boshqa ko'chaga burilib ketib, o'zimni yo'limda davom etib ketganim bu meni mag'lubiyatim emas. yoki bir itni oldida obro'im tushib qoldi degani emas. Itni o'ylashi, u uni o'ylashi. Katta menga xulosa bo'ldi. Yana o'zingizlarning fikringlar bo'lsa, yozib qoldiringlar. Bu shunaqa gaplar TV kanali. Yana bir narsani sizlar bilan bo'lishim kim keldi, hozir esimga tushib qoldi. Adashmasam, yo cho'chqa to'ng'iz bo'lgan, yo qanaqadir it bo'lgan. Hayvonlarning shohi sherga vizib tashiydi bilsanglar. Men sen bilan urushmoqchiman deydi. Ha, cho'chqa yetarmidi, adashmasam. Adashayotgan bo'lsam yozib ketarsizlar, eshitganlar bo'lsa. Men sen bilan urushaman deydi. Sher yotgan joyda spokойный, xotirjam qaraydi cho'chqaga. Men sen bilan urushmayman deydi. deydi. Urushmasang deydi, butun o'rmonga gap tarqataman, sher mendan qo'rqdi deb deydi. Sen nimaga men bilan urushmaysan deydi cho'chqa sherga. Sher aytadiki, agar men sen bilan urushsam, cho'chqa bilan sher urushib, sher cho'chqa bilan urushibdi, kelib shu cho'chqa bilan teng bo'pti degan gap chiqadi. Meni obro'yim tushadi. Agar men sen urushib yutadigan bo'lsam, endi sheru bir cho'chqani yutibdi-da degan gap bo'ladi. Agar Xudo ko'rsatmasa, men senga yutqizib qo'yadigan bo'lsam, sher bo'lib turib cho'chqaga yutqizib qo'yibdi deyshadi. Undan ko'ra sen sherga vizib tashladim, qabul qilmadi deb gap tarqatgani yaxshiroq degan ekan sher. Xolos, o'zingizlardan bu shunaqa gaplar TV kanali. Agar kim obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar. Yaxshi suhbatlar hali oldinda. Bitta like bosib qo'yinglar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Sog' bo'linglar.